yoshingizga yarasha emas, undan katta ko'ryapsizmi? Teringiz bir qurib qolib, bir shishib ketyapsizmi? Yoki tez kasal bo'lib, hech shu kasalliklardan qutula olmayapsizmi? Bunaqa holat organizmda muhit o'zgarishidan kelib chiqadi. Kimdir buni pH deydi zamonaviy tilda, kimdir buni mizojda o'zgarish bo'lgan deb aytadi. Endi hozir men sizlarga juda ham bitta zo'r usulni o'rgataman. Bor yo'g'i haftada 2 marotaba, seshanba, juma kuni ertalab ichiladigan bir zo'r tayyorlamani aytib o'taman. Siz saqlab olib, albatta profilaktik maqsadda qiling. Bor yo'g'i kerak bo'ladi 1 choy qoshiq o'rta darajada maydalangan tuz bir idishga solasiz va kerak bo'ladi jigarrang shakar kerak bo'ladi. Solasiz, 300 ml qaynoq suv solib, hammasini yaxshilab eritasiz. Undan keyin bitta limonni ikkiga bo'lib yaxshilab siqasiz ustidan va 1 choy qoshiq zarchava solib, uni sitidan chiqarib, mana shu tayyorlamani bor yo'g'i haftada 2 marotaba ichsanglar bo'ldi. Juda ham zo'r natijaga erishasizlar. Ko'chada ko'rgan odam yaqinlaringiz sizni tanimay qoladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan doktor Kamilov.